Assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Salondagi Inamarka hamda J mashinalarini bir qator sizlarga tanishtirib o'tamiz. Videoni boshidan bitta like bilan qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Arzonmi, qimmatmi? Bu mashinalarda albatta garantiyasi bor, xudo xolasa. Bu akalar mashinani yaxshilab tekshirib ko'rib, sifatiga kafolat berib olishadi, xudo xolasa. Jigarlar, narxini bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Sarento bor ekan, Ni7 bor ekan, Vayax, keyin mana Aito bor ekan, Leapmotor, Tucson, bitta Kia'ni qaysi modelli? Sanet bor ekan, Tracker, K8, Onyx, K5, shunga o'xshagan mashinalar bor, Cobaltlar bor, Equinix hamda Gentralar bor. Xudo xolasa narxini tanishtirib o'tamiz. Qo'llab-quvvatlab kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga birinchilardan bo'lib tanishtirib boramiz. Bo'lmasa biz boshladik. Boshidan boshlaymiz. Bo'ladi aka, ma'qul aka. Ketdik. Manzilda aytadigan bo'lsak, manzil Farg'ona shaharida Cars Premium Motors avtosaloni bor. Navigatorga yozsang ham chiqadi. Akalarning videosini chiqarib turaman o'zi. Bundan boshlaymiz. Bo'ladi. Aka, bu mashinamiz va ya'ni tashqaridan kirgan 4 ta mashinamiz hozirgina kirib keldi. Hop, Sarento'miz ma'lumotini beramiz. Narxlarini hali o'zimiz ham eshitganimiz yo'q, boshqalar hali aytishgani yo'q. Xudo xolasa, bu 3.5 motorligisi eng fulli, bundan fulli bo'lmaydi. 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalarni tekshirib oldik, kraskalari toza chiqdi. Mashinamiz hozirgina sotuvga keldi. Narxi bilan ma'lumotlari to'lig'i hali chiqmadi. Lekin mana shu 3.5 Kia Sarento'ni full komplektatsiyasi shu mashinamiz bo'ladi. Qisqacha ko'rsatib o'tsak bo'ladi. 41 ming yurgan ekan. Shunaqangi aka. Demak, buni kelib bir qator o'zlaring so'rab, xudo xolasa hozir endi keldi bu mashinamiz. Tashqaridan kirgan darvozaning oldida ikkita mashinamiz turibdi. Narxi chiqmadi. Xudo xolasa o'zimiz Telegram kanallarga qo'yamiz buni aka. Sirazi o'shdan olib ko'rishlari mumkin. Xo'p. Bu Li8 Pro, Li7 bilan adashtirmaysiz. Li8 Pro mashinamiz 3 qator 7 ta mestali. Hop, oq salon, kraska toza, ves kuzovi bronda, juda ham narx qiziq narxda aka. Qulay narxda chiqyapti. Ya'ni $39.900 ga Li8 Pro kraska toza, ves kuzovi bron bo'lgan. Bronda o'ziga necha pulga bo'ladi? Eng kamida sredniy joyda qildirmoqchi bo'lsangiz ham $4.000 atrofida ketadi, eng minimalnisi. Bu chunki ham katta mashina o'zi asli, lekin men minimalniy narxda aytdim hozir. O'zi asli bundan ko'proq ketgan. Juda ham yaxshi. Voyaqchi. Vayax Free Apalatic eng fulli 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari toza mashinamizni. Hop, oqqa молочный rang salon. Hozir men sizga ochib beraman aka. Mana shu Lidia ham bir yo'lishlarni ham ko'rsatib o'tib Apollo Tech. Toshkent partiyasi, nomeri ham juda chiroyli ekan. Bundan tashqari akalar tradingga mashina berishadi. Misol uchun, ya'ni o'zlaringni minib yurgan mashinalaring bo'lsa, kelsalaring baholab o'rniga boshqa mashina berishari mumkin bo'ladi akalar. Apollo Tech orqasidan boshlaylik. Orqasi ham mana shu monitorlari chiqib tushadigani eng fulli gibrid. 28921 kilometr ekan. Shunday. Voy, mashalloh, qaranglar, tarbiyada tushib. Mashina full aka, gibrid. Panorama. Bu necha pul? Bu $29.500, 23-yil kraskasi toza. Zo'r ekan bu ham, lekin oppoq rangda ekan. Oppoq rangda, молочный rang salon. Liyimiz esa seriyaga oq salon. Seriyaga oq salon. Shunaqangi. Head-up bor, adaptivniy pnevmo podveska bor. Ikkita monitor, katta panoramniy раздельный lyuk. O'rta sideniyalari kapitanskiy bo'ladi. Mana shu 4 ta sideniyada Abdufa Bagrev massajlari ham bor. Orqa uchinchiratda Bagrev to'za aka. Michelin Pilot Sport ballonlari ham yangi holatda turibdi. Buni necha pul qilib beramizmi? $39.900. Li8larda ham bu narxda hozir qo'yishgani yo'q. Xudo xolasa Li8da men ko'rgan eng rekord narxi shu aka. Kraskasi toza bo'lib ham. Chotki. Aitochi. Aito M9 mashina ofitsialnidan olingan. 2025 4000 yurgan aka. 2025 4000. Va, rangini qarang, yomon va. Bu qoraga oq salon, oq salon ham kombinirованный aka. Mashalloh, rangini qaranglar. Ne salonda remishoklari темный синий, ne choklariga ham e'tibor bersangiz, o salonni choklariga. Темный синий rangda kombinatsiya bo'lgan. Reme ranglariga to'g'rilangan. Mashina 4000 yurgan, head-up bor, datchik lidar bor, pnevmo podveska mavjud. Ikkita monitor, 4 ta sideniya, bunda ham massaj, Abdufa Bagrev, 3-qatorlarida esa faqatgina Bagrev. Kapitanskiy ekan-a bu ham? Bu kapitanskiy. Mashinamizda xolodilniklarigacha mavjud. Xolodilniklargacha bor. Va, mashalloh. Mashinamiz zo'r ekan akalar.
Deyarli yangi holatda mashina ofitsialniy dillerdan xarid qilingan. Xudo xolasa ofitsialniy dillerga nisbatan anchagina narxi arzonroq, ya'ni 74.900 dollarga bo'lsa beraveramiz. 79. Bor yo'g'i 4000 yurgan xolos. 4000 yurgan xolos. Lip motorchi? Lip motor C16, kraskalari toza, 2 dop opsiya komplektatsiyada, mashina gibrid. Gibrid, bu. YouTube rusifikatsiya programmalari qilib qo'yilgan, Yandex Muzika, Yandex Navigator hamma yo'g'i mavjud. Orqa monitorlari ham bor. Kapitanskiy sidenye, 2 dop opsiya. Uchi bilan bo'ladi, 3 ta pozitsiya bo'ladi, bilasiz aka. Bu 2 dop opsiya, 3 eng fulli bilan bitta dona farqi bo'ladi. Mana shu lidarida, ushbu lidarni biz o'zimiz qo'yib qo'yganmiz. Bu ham 50 dollar atrofida turadi, shunday qo'yilishini o'zi. Buni funksiyasi o'zini o'zi boshqarib ketish aka, avtopilot rejimi. Endi avtopilot rejimi birinchidan O'zbekiston sharoitida to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelgan taqdirda ham ko'pchilik insonlarimiz bari davriya qilib ishlatmaydi bu narsani. Endi avtopilot siz ham mashinangizda bo'lsa, siz ham yurmaysiz deb o'ylayman men. Eshitaman, yurmayman. Bitta shu narsasida farq qiladi aka, 3-pozitsiya bilan. Qolgan hamma narsasi bir xil bo'ladi. 3 ta pozitsiya bu 2 dop opsiyasi, ikkini o'zi ham emas, dop opsiyaligi. Ana diskalarigacha bir xil bo'ladi. Xo'p, buni narxi yili 2024, 26.000 probeg, 27.500 dollar narxi. Juda ham yaxshi. Tucson-chi? Hyundai Tucson 2022 2 litrli motorda eng full komplektatsiyasida aka. Men full bu? Full 2 litrlida. Paroglari ham bor ekan, nima? Shunaqa. Paroglar zavodskiy bo'ladimi, qo'yilganmi? Yo'q, qo'yilgan bo'ladi. Ko'pchilik ana zavodda o'zida qo'ydirsa bo'ladi aka. Hozir uchun Kia'larda ham, Hyundai'larda ham bilsangiz, borsangiz, parog qo'yib bersangiz o'zi pulga parog qo'yib beradi. Misol uchun poligondan solib bersangiz, polilarga solib tayyorlab beradi aka. Necha pul narxi? Xo'p, bu 2 litrli fulli, bundan keyin 2,5 litrligi ham bo'ladi. Navroti bir xil bo'ladi, faqat motor ob'yomida farq qiladi aka. Xo'p, 2022 kraska toza, narxi 25.500 dollar aka. 25.500 dollar. Sanetchi? Kia Sonet 3-pozitsiya fulli aka. Nechinchi yil? 2025-yilda ishlab chiqarilgan, 32.000 kilometr masofani bosib o'tgan aka. 32.000 yurgan ekan. Necha pulga beryapsiz buni? Xo'p, buni aka kraska toza, GT Line diska balonlar qo'yilgan. Balonlari ham qimmatidan, yaxshisidan. Ash full lyuklari bor, kojinniy sidenye 32.000 yurgan kraska toza. Narxini 16.800 dollarga bo'lsa beramiz. 16.800 dollar. Trekkerchi? Trekker Redline aka 12.000 yurgan 2025. Kraska toza, 4 yumshoq balon, tonirovka razresheniyalari bor. Mashina deyarli yangi holatda, akkuratniy qarab haydalgan. Ko'rsatib o'tgan har bitta mashinamiz kraskalari toza, sirasi aytib o'tdim. Mana shu paytgacha hammasi mana shu qator turgan hamma mashinamiz kraskalari toza. Bemalol kelib tekshirib olishaveradi. 2025, 12.000 yurgan, narxi 18.000 dollar. 18.000. 2025. Kraskalari toza. K8 mi bu? Bu Kia K8 aka, eng fulli, shu O'zbekistonda o'zi ofitsialniy dillerda bitta pozitsiyada chiqqan. Buni Koreyadan kelganlari bo'ladi, ular gibrid versiyada bo'ladi, uning pozitsiyasi bo'ladi. Ofitsialniy dillerda o'zimizda faqat full chiqqan, ya'ni 3,5 atmosferniy motordagisi, shu orqasidan turib multimedia управление, shoper sideniyasidan massaj, meridian akustika. Fakt uchun Range Rover avtobiografiyalarida ham aynan shu akustikada chiqadi. Kia'ning K8 da chiqadigan meridian akustika, Range Rover 250.000-300.000 dollarlik mashinada ham xuddi shu akustikada chiqadi. Hop, mashinamiz kraskalari toza, 50.000 kilometr masofani bosib o'tgan, 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 4 yumshoq balon, tonirovka razresheniyalari bor. O'zi bu mashinaga bundan ortiq hech narsa kerak emas. O'zi hamma yo'g'i navrot bo'lib yotibdi. Narxiga keladigan bo'lsa 35.000 dollar ustida kelsa, yana kelishtirishlar narxida qilib beramiz aka. Juda yaxshi. 12chi. 12simiz Redline pozitsiyada. Hop, propan gazlar uстановka qilingan, balonlar yaxshisidan taqilgan. Hop, tumanka orqa RS qalampir stoplarigacha qo'yilgan. 7-pozitsiya eng fulli. Mashinamiz 35.000 kilometr masofani bosib o'tgan, 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza, narxiga keladigan bo'lsa 14.900 dollar aka. 14.900 dollar. Shotki. Zo'r. Xo'p, endi bu tomonda K5larchi. K5larimiz turibdi va bu tomonda mana JM qatori deyarli. Xo'p, K5larimiz deyarli bir xil holatda. Sirasi bunisini ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz 2025 19.000 yurgan, yangilangan versiyasi turbina motorligidan 1.5 turbo, eng fulli, ya'ni 1.5 turbinaning eng fulli. Bu salonda 7-Kia K5'da 7-pozitsiyasi hisoblanadi aka. K5 7-pozitsiyasi. 19.000 yurgan, kraska toza, turbina motor. Mashinamizda panoramniy lyuk, обдув обогрев, сиденье память, скорость передатчиклari joystikli bo'ladi. Salon chiroyli ekan bu. Qora salon, neobычный rangda o'zi ham. Kulrang. Necha pul narxi buni?
Xo'p, buni aka 30.500 dollarga bo'lsa beramiz. Salon narxi 40.000 dollarga yaqin o'zi hozirgi kunda. Bunisi-chi? Bunisi ham shunaqa holatda. Bu faqat sal ko'proq yurgan versiyasi, puli arzonroq aka. Buni ma'lumotlarini telefon orqali aloqaga chiqsa, to'liq ma'lumotini Juda ham beramiz. yaxshi. Gentra-chi? Xo'p, Gentra, xo'p, sirazi aytib o'tamiz. Ushbu joyda turgan Gentra 5 string va Cobalt mashinamiz hozirgina sotuvimizga kirib kelgan aka. endi Hali to'liq ma'lumotlari chiqmadi. Gentramizni qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Oldi orqa Amerikan Coptra faralari bor. Video registrator va shumka bo'lgan mashina aka. Hop, 58.000 mikan atrofida yurganda hozir ana. 58.000 probeg, 2023 mashinamiz. Propan yo'q-a bunda? Yo'q, bu adashmasam benzinda edi. Hozir bitta ko'rib beraman. Propan gazlari bor ekan. Propan gazlar bor ekan. Bu endi sotuvga endi kelgan. Endi hozir keldi. To'liq ma'lumotni endi aytishadi. Xudo xolasa, o'sha Telegram, Instagramlarga qo'yamiz. Endi YouTube'ga katta video qilolmaymiz biz aka sizlarga. Albatta. Mayli. Xo'p, endi Cobaltlar narxi endi chiqadi. Ushbu 5 string va Cobaltimiz hozir keldi. Bu Cobaltimizning narxi ma'lum. Xo'p, necha yili buni? 2025-yil 25. shunda kraska toza, 16.000 probegda. Mashinamizda propan gazlari bor. Kraskalari toza. Qolgan joyi zavod holatda turibdi aka. Holatlari zo'r. Hop. 11.900 dollar aka. 11.900. Propan gaz injektor. Juda ham yaxshi. Equinox. Hop, mashinamiz 2023. Kraska toza, eng fulli 472 millionligi salon narxi. Mashinamizga kerakli hamma navorot qilingan, ya'ni tumanka ledlari bilan qo'yilgan, o'zini o'zi sovutish funksiyasiga ega. Hop, to'rtta yangi yumshoq balon. Mashinamizda parog ustanovka qilingan, yozuvlari night paketda qilingan, tonirovka razresheniyalari bor. Saloniga yaxshi qimmat nakitkalar taqilgan. Zo'rgina nakitkalar ham yaxshi. Yaxshisidan taqilgan. Mashinamizda akustikalari bo'z, distansionniy datchik, полосу держания, hamma funksiyaga ega, ya'ni eng fulli 62.000 kilometr masofani bosib o'tgan. 23-yilda ishlab chiqarilgan, orqada stoplarigacha almashtirib qo'yilgan, ya'ni stop emas, qalampirlari yaxshisidan qo'yilgan. Bu necha pul keladi? Narxini 27.500 dollar. Kelishsin, ko'rishsin. O'tib beradigan joy bor, xudo xolasa. Bu Gentra-chi? Hop, Darkman Blue rangda. Qoraga o'xshaydi lekin. Bu to'q Darkman Blue rangi. Tonirovkasi, razresheniyasi bor. Tonirovka razresheniya, Malibu bar, Malibu rul, salon освещениyalar qilingan, salonlar ham juda ham chiroyli terilgan. Chiroyli qilingan 66.000 kilometr masofani bosib o'tgan, lyuk ABS hamma yo'g'i bor. Tonirovka hujjat, shumka. Necha pul chiqadi? Hop, buni narxi 12.100 dollar aka. 12.100 dollar. 12.100 dollar. Tonirovka, propanlari, shumkalari, Malibu bar, Malibu rul. Propani yo'q, pult, Malibu bar, Malibu rul, shumka, tonirovka. Olib haydashga benzinli holatda. Tayyor turibdi. Yaxshi. 12.100 dollar. 100 dollar. Juda ham yaxshi. Endi bu tomonda oppoq Gentra-chi. Oppoq Gentramiz turibdi. O'zi Gentrada aka 4 xil rangi bor bilsangiz. Oq, Darkman, qora va Zeus rang. Bitta Zeus rangidan yo'q, qolgan hamma rangidan hisobimizdan alish turibdi hozirgi paytda. Hop, ushbu mashinamiz ham 30.900 kilometr masofani bosib o'tgan, почти 31.000 bo'ldi. Hop, buni navrotlariga keladigan bo'lsak, Optra Amerikanka yaqinda qo'yilgan original 4 yumshoq balon. Hop, shumka 909 pult mejigar, undan tashqari propan gaz injektor, bitta tonirovka yo'q, qolgan hamma narsa tayyor. Ideal holatda, kraskalari toza, bitta manshetida ozgina ishlangan joyi bor, sirasi ko'rsatib o'tamiz. Mana. Sepilmagan, shunday zamaskani o'zida to'ldirib qo'yilgan. Qolgan joylari xudo xolasa toza. Hamma narsa originaldan qo'yilgan. 13.100 dollar, probegi 30.000. Inobatga olasizlar, 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Cho'tka ekan, lyuklari ham bor ekan. Lyuk ABS hamma yo'g'i bor. Xohlasa, manzil o'sha Farg'ona shaharda Cars Spring Motors navigatorga yozsalaring ham chiqadi akalar. Xudo xolasa mana shu sahifa ostida Instagram, Telegramlarga birma-bir narxlari bilan sirazi qo'yib boryapmiz. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Mana qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Telegram kanalimiz Cars Spring Motors 723 ta подписчик. Mana har bitta mashinamiz narxi va telefon raqamlari bilan qo'yib boramiz. Mana username. Xuddi shu username bo'yicha Instagramda ham o'sish faoliyatlarimizni olib boramiz. Bemalol aloqaga chiqsa, ustida kelsa ham chiroyli narxlarda qilib qo'ldan kelgancha ishlarni bitkazib beramiz. Trading xizmatlarimiz ham mavjud, ya'ni mashinalarni olib kelsa almashtirib beramiz yokida Equinox olib kelib Gentra olmoqchi bo'lsalar, doplata qilib Equinoxdan kelishtirilgan holatda olib qolamiz yoki Gentra olib kelib Equinox olib ketsa ham Trading bor. Trading bor. Ikkala tarafga ham yuraveramiz. Kelaverasizlar akalar.